farzandimni ahvoli juda ham og'ir, nimadir hodisa bo'lgan. Bir voqeani aytib beraman. Meni o'zimda akam bir vaqtlar o'sha tez tibbiy yordamda ishlagan. Chekka bir hududda ishlaganda, katta hududga bitta brigadani berishadi. Endi bu hududni sizlarga ta'riflab beradigan bo'lsam, radiusini aytib beradigan bo'lsam, bu tomonga bir 30 kilometr, bu tomonga 30 kilometr. Ana endi o'rtada turibdi brigada, tez tibbiy yordam o'sha brigadasi. Qo'ng'iroq bo'ladi, tez kelinglar deydi. Meni ahvolim og'irlashdi deb bemor o'zi telefon qiladi. Akam o'zi aytib bergan. Bular shoshilib yo'lga chiqishadi. Shofyor, shifokor, o'sha feldsher, tibbiyot og'asi deydi. Chiqib ketdi. Ana endi o'sha yarim yo'lga borganda o'sha hududni narigi tomonidan yana qo'ng'iroq tushadi. Farzandimni ahvoli juda ham og'ir, nimadir hodisa bo'lgan. Ammo hodisa bo'lgan. Haqiqatdan ham ahvol og'ir. Lekin